الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم niyet qildim o'tarman deb 2 rakat Qurban Eid namozini jami takbirlari bilan vacib ushbuloq yüzüm qibliga qiblam jati Ka'ba iqtido qildim hozir imomga Allahu Teala Allahu Ekber Subhaneke Allahumma ve bihamdike ve tebarek esmuke ve teala ceddike ve la ilahe gayruk Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber. 2. rekatda qiraatdan keyin rukudan ilgari 3 takbir aytib 4. takbir bilan rukuga boramiz yaxshilik. Niyat qildim o'tarman deb 2 rakat Qurban Eid namozini jami takbirlari bilan vacib ushbuloq yüzüm qibliga qiblam jati Ka'ba iqtido qildim hozir imomga Allahu Teala Allahu Ekber Subhaneke Allahumma ve bihamdike ve tebarek esmuke ve teala ceddike ve la ilahe gayruk Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber. 2. rekatda qiraatdan keyin rukudan ilgari 3 takbir aytib 4. takbir bilan rukuga boramiz yaxshilik.